Xo'p, birinchi matematikaga bilishimiz kerak bo'lgan narsa raqam. Raqamlar 0 dan boshlanadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raqamimiz. 9gacha. Raqamlar soni nechta desa 10 ta. 1 dan 9gacha 9 ta, 0 bilan 10 ta. 10 ta. Soni yig'in desa 45 ga teng. Yig'in desa 45 ga teng. Yig'inda nima? 0, 1 mana shu hammasini qo'shib chiqsak 45 beradi. Keyingisi son. Sonlar. Mana shu yuqorida yozilgan raqamlardan sonlar tuziladi. Istalgan 1000 xonali, 10 xonali, 100 xonali farqi yo'q. Misol uchun 367 yozmoqchiman. 367 yozish uchun 3 ta oldimmi mana shu raqamni? 6 ni oldimmi? 7 ni oldimmi? Mana shu. Xo'p. 289 yozmoqchiman. 2 ni oldimmi? 8 ni oldimmi? 9 ni oldimmi? Farqi yo'q. 5 xona, 6 xona xullas mana shu tartibda yoziladi. Keyingisi natural son. Natural sonlar sanashda ishlatilayotgan sonlarga natural sonlar deyiladi. Misol uchun bir nimani sanamoqchimiz. Nechidan boshlaymiz? 1 dan boshlaymiz. To'g'ri? 1, 2, 3. 0 yo'q. Yo'q. 0 deb sanamaymiz hech narsa. Misol uchun natural son. Pul sanaymiz. 1, 2, 3 deb sanaymiz, to'g'rimi? Xo'p, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va hokazo davom etib ketaveradi, cheksiz. Natural sonning oxiri yo'q. Kimdir eng katta natural son bor. Misol uchun 100 eng katta natural son desa 100 ga 1 deb qo'shsak nechi bo'ladi? Savol bersa bo'ladi, bilmayman. Keyingi natural son chiqib ketaveradi. Xo'p. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa tog' sonlar. Tog' sonlar. Oxirgi raqami deydi. 1, 3, 5, 7, 9lar bilan tugaydigan sonlar tog' sonlar deyiladi. Mana shu sonlarning o'zi ham tog' sonlar. Oxirgi raqam 1, 3, 5, 7, 9 raqamlari bilan tugasa nima bo'lar ekan? Tog' sonlar deyiladi. Juft sonlar. Oxirgi raqam 0, 2, 4, 6, 8 raqamlari bilan tugagan sonlar juft sonlar deyiladi. Oxirgi raqamga 0, 2, 4, 6, 8 qaysi biri bo'lsa ham bo'ladi, juft son bo'ladi. Xo'p, misol ko'rib ketaylik, mana yaxshiroq tushunishingiz uchun. 371 tog' sonmi, juft sonmi? Tog' son. Oxirgi raqam 1 bilan tugaydi, to'g'rimi? 268 tog' sonmi, juft sonmi? Oxirgi raqamga qaraymiz. 8 juft son. Keyin ko'pchilik mana bunday qoida qilib yozilgan. Juft son qanday sonlar desa 2 ga bo'linadigan sonlar. Tog' son qanday son desa 2 ga bo'linmaydigan sonlar. 2 ga bo'linadigan son qanday son desa tog' son, juft sonlar bo'lsa 2 ga bo'linadi. Shuni farqlab olish kerak mana bu qoida bilan. Xo'p. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa to'p sonlar. To'p sonlar oxirgi raqami, to'p sonlar o'ziga va birga bo'linayotgan sonlar to'p sonlar. Bo'luvchisi ikkita bo'lgan sonlar yaratdi qoidasi. O'ziga va birga bo'linadi, yoki bo'luvchisi ikkita bo'lgan sonlar. O'ziga va birga bo'linayotgan son 2. Birga bo'linadi, 2 ga bo'linadi. Keyingisi 3. Keyingisi 4. 4 to'p son bo'lmaydi. Sababi nima uchun? 2
ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 1 ga bo'linadi. Men qoidaga aytdim, o'ziga 1 ga bo'linadigan sonlar tupsollar. 1 ga 2 ga, 1 ga 3 ga, 2 ga 4 ga, 1 ga bo'lingani uchun 4 tupson emas. Keyingisi 5. 6 tupson emasmi? Tupson bo'linadi. Yo'q, tupson bo'lsa bo'linmaslik kerak. Bo'linadi, 6 tupson emas, to'g'rimi? 7 tupson, 8 tupson emasmi? yo'q. Nima uchun tupson emas? O'ziga bo'linadi. O'ziga va 1 ga bo'linsin demak. O'ziga 1 ga bo'linadi. Undan boshqa bo'luvchisi bo'lmasligi kerak. O'ziga 1 ga bo'linishi kerak faqat. 8 o'ziga masalan 4 ga 4 ga bo'lsa bo'ladi, o'ziga bo'linadi. 8 necha bo'linadi o'sha? 8 4 ga bo'linadi, 2 ga 4 ga bilan 2 ga bo'lingani uchun tupson emas. Tupson bo'lish uchun o'ziga va 1 ga bo'linishi kerak. Boshqa songa bo'linmasligi kerak. Tushunarlimi? Xo'p, 8 tupson masalan 9chi? 9 tupson. Nechaga bo'linadi? 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Bo'l, boshqa o'zi bilan 1 ga bo'linmasa tupson bo'lmaydi. 9 bo'lmaydi. 10chi? 10 tupson. Yo'q, tupson bilan tupson emas sonni ajratilmayapti. Qarang. Ha, o o'ziga bo'linadi. 2 ga 5 ga 2 ga 5 ga bo'linadi. o'sha tupson emas. O'sha tupson emas. Tupson emas-ku. 10 o'ziga Tupson bo'lsa o'ziga 1 ga bo'linishi kerak. Shunday. 10 tupson bo'lsa 11chi? 11 ham o'ziga bo'linadi. O'ziga 1 ga bo'linadi, tupson bo'ladi. 12chi? 12 ham. Tupson emasmi? Tupson. Tupson emas, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi. 2 dan boshqa juft sonlar tupson emas. Xo'p. Keyingisi 13. 17. 17 dan keyin 19. 19 dan keyin 23. 23 dan keyin 29 va hokazo davom etib turamiz. O'ziga va 1 ga bo'linsa o'sha songa tupson. Xo'p, 1 tupson emas. 1 nima uchun tupson emas? Bo'luvchisi ikkita bo'lsin bizning qoidaga. Bo'luvchisi bitta faqat 1 o'zi, boshqasiga bo'linmaydi. Xo'p, 20 ta. 4 uchun bo'linadi, o'ziga bo'linadi 4 ham. o'ziga bo'linadi, 2 ga bo'linadi. O'zi bilan 1 ga bo'linsa o'sha tupson bo'ladi. Mana qarang, pastga yozaman. 2 ga bo'linadigan son 1 bilan 2 mi? Aha. 3 ga bo'linadigan son 1 bilan 3 mi? Bu songa bo'linadimi bular? Yo'q. 4 ga bo'linayotgan son 1, 2, 4. Mana bu men o'ziga va 1 ga bo'linsin deyapman. Bunga o'ziga, mana o'ziga 1 ga 2 ga bo'linadi. Ha, bu ham 1 Shuning ga uchun 2 tupson ga emas. 4 ga bo'linadi. Ha, bu faqat 1 ga va 5 ga bo'linadi. 1 ga va 7 ga bo'linadi. 1 ga va 11 ga bo'linadi. 1 ga va 13 ga bo'linadi. Va hokazo shunday davom etib ketadi. O'ziga 1 ga bo'linadi, boshqasiga bo'linmaydi. Misol uchun 12 ni aytdim. 12 3 ga ham bo'linadi bitta. 3 ga bo'linadi. Mana shuncha olinmaydi. 6 2 ga bo'linadi, 6 ga bo'linadi. Shuncha olinmaydi. Shuncha olinmaydi. Hop, o'zaro tupsollaydi. Boshqacha bo'ladi. O'zaro tupsollaydi. O'zaro tupsollaydi nimaga aytiladi? O'zaro tupsollar umumiy bo'luvchisi birdan boshqa bo'lmaydigan sonlarga o'zaro tupsollar deyiladi. Mana ikkita son berilgan, misol uchun 3 bilan 13. Umumiy bo'luvchi ikkalasi ikkita o'zaro tupson bo'ladi. 3 ham 10 ham tupson-ku. Yana bitta qoida mana shuni yodlashlar yaxshi. 3 bilan 13 tupson bo'ladi. O'zaro tupson bo'ladi. Ikkita tupson. Ana bu. Endi manaki 15 bilan bizga 8 berilgan. Mana shu o'zaro tupson emasmi deb savol berdi. Umumiy bo'luvchisi faqat 1 bo'lishi kerak. Birdan boshqa umumiy bo'linayotgan son bo'lsa o'zaro tupson bo'lmaydi. Endi mana bu o'zaro tupsonni, tupson emasmi ko'ramiz. 15 necha bo'linadi? 1 ga bo'linadi? 1 ga bo'linadi. Xo'p, 3 ga bo'linadimi? Bo'linadi. 5 ga bo'linadi? Bo'linadi. 15 ga bo'linadi. 8 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi. Umumiy bo'linayotgani birdan boshqa yana qandaydir son bormi? Ikkalasi ham 1 ga bo'linayotgan, boshqa son bormi? Shuning uchun o'zaro tupson. Birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bo'lmasa o'zaro tupson dedi. Ana endi ko'ramiz 12 bilan 15 o'zaro tupson emasmi?
12 1ga bo'linadimi? Bo'lmadi. 2ga bo'linadimi? Bo'lmadi. 3ga bo'linadimi? Bo'lmadi. 4ga bo'linadimi? Bo'lmadi. 6ga bo'linadimi? Bo'lmadi. 12ga bo'linadimi? 15 1ga bo'linadimi? Bo'lmadi. 3ga bo'linadi, 5ga bo'linadi, 15ga bo'linadi. Umumiy bo'luvchisi 1 bor. Birdan boshqa umumiy bo'linadigan son bo'lmasa uzatibsan. Umumiy bo'linadigan son bo'lsa uzatibsan bo'lmaydi. Qarang, 1 bor ekan, yana 3 ham bormikan? Aha. Mana shu 3 ham bo'lgani uchun bu o'zaro tutsan emas. Tushundingizmi? Nima uchun 3 bo'lganligi uchun o'zida tutsam bo'lmaydi? Qoidasi shunday. Umumiy bo'linayotgan son 1 bo'lishi kerak. Ikkalasiga ham bo'ladi. Ikkita son berilgan. Mana shu ikkala songa ham bir vaqtda 1 bo'linsa, o'sha o'zaro tutsan. Birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bo'lmasa. Birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bo'lmasa o'zaro tutsan emas. 13 bilan 3, mana 12 bilan 15 o'zaro tutsan emas. Sababi ikkalasi ham 3 ga bo'lingan. 3 bo'la o'zaro. Ikkalasi ham 3 ga bo'lingani uchun. Agar ikkita 3 bo'lmaganiga o'zaro tutsam bo'lmaydi. O'zaro tutsan bo'ladi. Ikkita 3 bo'lgan. Bo'ladi-da. Eshitadi. Ikkita 3 bo'lganligi uchun o'zaro tutsam. Shunday. Yana misol yozaman. Siz tushunaytingchi? 18 bilan Aha. 18 bilan 17. O'zaro tutsam emas bo'ladi. o'zaro tutsan bo'ladi. Ixtiyoriy ketma-ket kelgan hammasi o'zaro tutsan. Mana 18 17 17 18 izimiz kelyaptimi? Tutsan bo'ladi. Ikkalasi umumiy bo'luvchisi birdan boshqa umumiy bo'luvchi bo'lmaydi. Ixtiyoriy ketma-ket kelgan son hammasi o'zaro tutsan. Yana bitta qarang. 21 bilan 27 o'zaro tutsanmi, o'zaro tutsan emasmi? O'zaro tutsam emas. Tutsan emas. Nima uchun o'zaro tutsan emas? Ketma-ket kelmadi bular. Yo'q, ketma-ket kelishyapti. Mana 12 bilan 15. Chunki bu 90 7 o'zaro 90 juft soniga qaramang. Mana bu 12 15 toq juft bo'lyapti-ku. Qarang, o'zaro mana bu 21 bilan 27 qandaydir bir xil o'sha songa bo'linadimi birdan boshqa? bo'lmaydi. Nechaga bo'linadi ikkalasi? 4 ga bo'ladi. 4 ga bo'lib bo'lmaydi-ku 21 da 27 dan. 3 ga bo'ladi. 3 ga bo'lingan. Ha, 3 ga bo'lingani uchun bu o'zaro tutsan emas. Mana bu o'zaro tutsan. Yana bitta misol ko'ramiz. 33 bilan 37. 37 o'zaro tutsanmi, o'zaro tutsan emasmi? O'zaro tutsam emas. Ikkovga 3 bor. Bor bo'lganiga qaramang, bo'linadi, bo'linmaydi. Ikkalasi necha xil Bo'lmaydi. songa bo'linadi ikkalasi? Bo'linadimi bir xil songa? Bir qizga bo'ladi, 3 ga Necha? bo'ladi. 37 3 ga bo'lib bo'ladi. 37 3 ga bo'ladi. 37 3 ga bo'ladi. O'zaro tutsam emas ekan. Bo'l o'zaro tutsan emas. O'zaro tutsan. O'zaro tutsam. O'zaro tutsan. Bo'linayotgan son yo'qmi? Bo'l o'zaro tutsan. Yana bitta misol ko'raylik. 21 bilan 30 o'zaro tutsan, o'zaro tutsan emasmi? O'zaro tutsam. O'zaro tutsan emas deymi? Nechaga bo'linadi ikkalasi? 3 ga bo'ladi. 3 ga o'zaro tutsan emas. Bo'linsa o'zaro tutsan bo'lmaydi. Ha, u shira, Teskarisini aytadi. Teskarisini aytadi. Xo'p, o'zaro tutsan mana shu. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsalar mukammal son, ratsional son, irratsional son. Ularni keyinchalik tushunib turib ketaman. Ratsional, irratsional, ildiz ko'rinishdagi, kasr ko'rinishdagi narsalarda ildiz kasrlarni tushuntirilmaydi. O'sha murakkab sonlarni tushuntiraman. Murakkab sonlar qanday sonlar? Murakkab sonlar tub sonlardan farqli, boshqa hamma son murakkab sonlar. Misol uchun tub son 2 tub sonki, bu 2 murakkab son bo'lmaydi. 2 dan keyingisi 3 tub son bo'lib murakkab son bo'lmaydi, 4 murakkab son bo'ladi. Qanday endi farqlasa bo'ladi desa, 4 ta bo'luvchisi 3 ta bo'lishi kerak. Bu
ikkitadan ortiq bo'lsa bo'ldi, murakkab son. Bir tub son emas, murakkab son deymiz. O'rtaga bir qolib ketadi. Bir tub son bo'lsa yo'q, murakkab son bo'lsa yo'q. Sababi bo'luvchisi 3 ta bo'lishi kerak. Murakkab son bo'lishi uchun bo'luvchisi bitta, tub son bo'lishi uchun bo'luvchisi 2 ta bo'lishi kerak, bo'luvchisi bitta. Shuning uchun bir tub son emas, murakkab son emas. 4 ta bo'luvchisi necha? 1, 2, 4, 3 ga bo'linmaydi. Mana bo'luvchisi 3 dan bo'l murakkab son. Keyingisi 7 tub son 2 bilan 7 bilan o'ziga bo'linadi. Ha, 7 ta o'zi bilan. Keyingisi 4 dan keyingisi 5 keladi. 5 bo'lmaydi. Sabab tub son edi. 6 1 ga, 2 ga, 3 ga, 6 ga bo'linadi. Bo'luvchisi 3 tadan ortiq, to'g'rimi? Mana shu murakkab son. Xo'p, endi siz aytingchi, keyin 6 dan keyin yana qanday son yozsak bo'ladi murakkab songa? 8 da. 8 yozsak bo'ladi yana. 9 bor. 9 yozsak 3 ga, 2 ga, 4 ga, 9 ga. Yana. 1 ga. Yana keyin misollar. 9 dan keyin yana necha? 10 bor. 10 dan keyin 11 bor murakkab son. 11 bo'linmaydi. 11 bo'luvchisi nechta? 3 tadan ortiqmi? 11 bo'lsa 2 ga, yo'q, 2 5 ga, 5 bo'lmaydi-ku bu. 1 ga bo'ldi faqat. 1 bilan o'ziga bo'linadi. Tub son bo'lgani uchun olinmaydi. Tushuntira oldimmi? Bo'luvchisi 2 tadan ortiq bo'lsagina tub son murakkab son bo'ladi. Xo'p. Murakkab son mana shu narsa. Keyin qarang, bo'linish qoidalari. Bu videoga bor. Bo'linish qoidalari faqat qoida bilan ishlanadi. Qoidalarni tushuntirib ketaman. Birinchi 2 dan boshlanadi. Bir hamma songa bo'linadi. 2 ga qanday sonlar bo'linadi desa, 2 ga oxirgi raqami juft bo'lgan son 2 ga qoldiqsiz bo'ladi. Juft sonlar 2 ga qoldiqsiz bo'linadi demaklar. 368 Qoldiqsiz bo'ldi. 2 ga qoldiqsiz bo'ladi. Sababi juft son. 340 juft son. 420 o'zi mana bu juft son. Oxirgi raqam 0 bilan tugaydi. Tushunarli? Oxirgi raqam 0 yoki 8 Juft yo'q. Juft bo'lsa bo'ldi. 0 u 8 degan narsa juft bo'lsa bo'ldi. Xo'p, 3 ga raqamlar yig'indisi 3 ga qoldiqsiz bo'linsa, bu sonlar 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Misol uchun 363. Mana shu raqamlar yig'indisi qani? Mana bu son, boya tushuntirdim. Son raqamdan tashkil topgan. Bunga qani raqam? 3 raqam, 6 raqam, yana 3 raqam. Shuni yig'indisi 3 ga qoldiqsiz bo'linsa, mana shu 363 ga 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. 3 ga 6 ni qo'shaman, 3 ni qo'shaman. 9 12 mi yig'indi? 12 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadigan bo'l 363 ga 3 ga bo'linadigan. Tushunarli? Xo'p, yana bitta misol ko'rib ketamiz. 279 2 qo'shilgan 7 qo'shilgan 9. 2 7 ni qo'shsam 5. 7. 9. 9 Yana 18 18. 18 ga bo'linadi. 18 3 ga bo'linadi. Xo'p. Keyingisi 4 ga. 4 ga bo'linish qoidasi oxirgi 2 ta raqami 4 ga bo'linishi kerak yoki oxirgi 2 ta raqam 0 bilan tugashi kerak. O'shanda Bu ham juft son-ku. 4 ta. 4 juft son degan narsa bo'lmaydi. Oxirgi 2 ta raqam 0 yoki oxirgi 2 ta raqam 4 ga qoldiqsiz bo'linsa, bu sonlar 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ana endi qarang. Men misol yozaman. 1864. Oxirgi 2 ta raqam nechi? 64. 64 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bo'lmadi. Bo'ldi, mana shu son ham 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Oxirgi 2 raqam bo'lgani uchun. 3600 oxirgi 2 ta raqami nima? 0 bilan tugasa 4 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bu son nima edi? 4 ga qoldiqsiz bo'lgan ekan. Buni yig'indisini qanday topamiz? 4 yig'indisini Yig'indisi kerak emas. Buni yig'indisi emas. Yo'q, Qoidasi bor.
qoida yursangiz bo'ladi. Qoida nima? Oxirgi ikkita raqam 0 yoki oxirgi ikkita raqami 4 ga qoldiqsi bo'linsa, bu ham 4 ga qoldiqsi bo'linadi. Tushunarlimi? Endi qarang. 2040 4 ga qoldiqsi bo'linadimi? 2044 qoldiqsi bo'lmasa, oxirgi ikkita raqam qoldiqsi bo'lyapti. 40 bo'linadi. Tushunarli? Shuning uchun bo'l. Yaxshi. Ana endi 5 ga. 5 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqam 0 yoki 5 ga qoldiqsi bo'linsa, mana oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugasa, bu sonlar 5 ga qoldiqsi bo'linadi. Tushunarlimi? Tushunaman. 1865. Oxirgi raqam 5 mi? Bo'l. 5 ga qoldiqsi bo'linadi. 300 0 bo'lsa ham qoldiqsi. 60. Oxirgi raqam 0 bo'l. 5 ga qoldiqsi. Raqam 1 yoki 3 yoki 7 yo'qmi? Ha. Qoldiqsi. Boshqa sonlar bo'lsa qoldiqsi bo'linmaydi. 6 ga bir vaqtda o'ziga 2 bilan 3 ga bo'linadigan sonlar 6 ga qoldiqsi bo'linadi. Bir vaqtda o'ziga 2 bilan 3 ga shunday bo'linsa, o'sha son 6 ga qoldiqsi bo'linadi. Misol uchun 372 mana shu son 3 ga qoldiqsi bo'linadi, ko'ramiz. Birinchi 2 ga bo'linadi, 2 bilan 3 ga bo'linishi kerak. 2 ga bo'linmaymi shu? 2 ga bo'linadi. Sababi 2 bilan tugayapti. Bu 2 ga bo'linadi, keyin 3 tekshirsak, 3 ga bo'linadi. agar 3 ga ham bo'linsa 6 ga bo'linadi. 3 qo'shilgan 7 qo'shilgan 2 3 ga bo'linish qoidasi. Qo'shsa Olib sherin deb bo'ladi. 12. Bu 3 ga ham bo'linadi. Endi 3 ga ham 2 ga ham bo'lingani uchun necha bo'linadi? 6 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, 7 ga 7 ni qoidasi mana bunday. Berilgan sonni oxirgi raqamni ikkilanganidan qolganini ayirganimizda ayirma 0 yoki 7 ga qoldiqsi bo'linsa, bu son 7 ga qoldiqsi bo'linadi. Ana endi buni qoidani sal chalkashtiradi. Shuning uchun bitta bir ikkita misol yozish kerak. O'sha misol yozgan vaqtda qoida yodlash kerak emas bo'lib qoladi. Aniq tushunib qolasiz. Misol uchun 189. Men qoida bo'yicha nima deyman? Oxirgi raqamni ikkilangani deyman-ku. Oxirgi raqamni 2 ga ko'paytirganim. Qani oxirgi raqam 2? 89 ni 2 ga ko'paytira olamiz. Oxirgi raqam 9 ga 2 ko'paytiradi. 9 ni 2 ga ko'paytira 18 bo'ladi. Ha, 18 ga 7 bo'ladi. Yo'q, minus 2 ga ayirsak. eshitdim. Oxirgi raqam ikkilangani, bu oxirgi mana 9 turibdi-ku. Mana shu 9 ni 2 ga ko'paytirganim. Qolgani, shuni 9 ni o'chiraman, nima qilib ketadi? 18. 18 dan aytdilar bu yerda. Ayirmasi 0 yoki 7 ga qoldiqsi bo'lsa, bo'lsa 7 ga qoldiqsi bo'ladi. Qo'yib ko'ramiz. 0 yoki 7 ga qoldiqsi bo'ladi. 18 qolgani ayirib tashlayman, oxirgi raqamni 2 ga ko'paytirib. 9 ga 2 nechi? Ayirsam nechi? 0. 189 7 ga qoldiqsi bo'linishi kerak ekan endi. Xo'p, 7 ga qoldiqsi bo'linadi, ko'ramiz. 189 ni 7 ga bo'lamiz. 18 ichiga 7 ikkita bormi? 14 ayiraman 4 9. 7 tadan bor? 49. Ayiraman 0. Tushunarlimi? Mana 7 ga qoldiqsi bo'lmaydi. Ana endi yana bitta misol ko'raylik, yaxshiroq tushunasiz. 203. Qarang. Oxirgi raqam nechi? 3. Oxirgi raqam 3. Qolgani 20 qolgan 3 uchun o'chsam 3 ni 2 ga ko'paytirib, qolganidan ayirsam ayirmasi 0 yoki 7 ga qoldiqsi bo'ladi. Bu son 7 ga qoldiqsi bo'ladi. 3 ga nechi? 10. 20 dan 6 ni ayirsam 14. 14 7 ga bo'linadi. Bo'ldi. Qoida bo'yicha mana 203 ni 7 ga bo'linishi kerak. Masalan, kattaroq raqam bo'lsa-chi? 203 deb bo'lamiz hozir 7 ga. Xullas 7 ga bo'linadi. Kattaroq raqam qayta bajarib ketirish kerak-da. Mana shu jarayon. Taxminan 9 ta raqam bo'lsa masalan. 9 ta raqam. 9 ta raqam deydi. Xo'p, mana kattaroq son yozib beramiz. Ha. Mana shu 6 tali yozaylik. 9 tali shunga qarab qo'yib qolaverasiz. Oxirgi raqamini ikkilanganini qolganini ayirsak bo'ldi. 7 ga qoldiqsi bo'linadi. Yana bitta qoidasi bu, o'sha uni ham aytsam chalkashib qolasiz. Shuning uchun mana shu qoidaga Qanday hozir 2 ga nima bo'ladi? oxirgi raqamni 2 ga ko'paytirib qolgandan ayiraman. O'sha 7 ga 2 necha ko'paytirasiz?
ikkini ikkiga ko'paytiraman. 2 2 Shuni ikkini o'chirsam 20.673 chiqib ketadimi? Aha. 20.673 ni yozdim. 2ni 2ga ko'paytirdim 4. Tushundingizmi? Mana 2ga ko'paytirib ketyapman-ku. Xo'sh. Shuni birdan ko'paytirib yozdim. Mana bu 2 edi, 2ni 2ga ko'paytirdim. Ayiraman 20.669 qoldi. Ana endi yana shunday qilaman, shu jarayonni bajaraman. Bitta raqamni o'chiraman, qolganini yozaman. Qolgani 2066 9 ni 2ga ko'paytirsam 18. Endi 66 dan 18 Ha. qilasiz. 66 dan 18 dersam 20.000 bir qarz bersak 5 bo'ladi. 5 dan 1 ni ayirsak 4 bo'ladi. 16 dan 8 ni ayirsak 8 bo'ladi. Ana endi yana oxirgi raqamni ikkilangan 204 qoladi. 8 kere 2 16 bo'ladi. 204 dan 16 ni ayirsak bir qarz beramiz. 188. Xo'p, yana bir marta bajaramiz. 8 ni 2ga ko'paytirib, aytdim 18, 8 kere 2 16 ayirsam 2. 2 7 ga bo'linadi. Yo'q. Bo'lib, bu so'm 7 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. 7 dan qoldi qolib ketadi. Xolos kelar bo'lganimizda qoldi qolib ketadi. Agar mana shu ayirma 7 ga bo'linayotgan son chiqib qolganda yoki bo'lmasa 0 chiqib qolganda 7 ga bo'linadi. Tushundingizmi? Mana shu jarayonni qayta bajarib kelishimiz kerak. To'g'rimi? Shunday bo'linadi bu qoldi. Oxirgi raqam esa Oxirgi raqam 0 chiqib qolsa, yoki 7 ga qoldiqsiz bo'linayotgan son chiqib qolsa, o'sha 7 ga qoldiqsiz bo'linadi. Agar mana hozir 7 ga bo'linish uchun 0 chiqishi kerak edi, yoki bo'lmasa 14, 7, 28 shunday sonda chiqib qolganda bo'l 7 ga qoldiqsiz bo'linadi. Tushunarlimi? Mana shu narsa 7 ning qoidasi. Xo'p, keyingi bilishimiz kerak bo'lgan 8 ga bo'linish uchun oxirgi 3 ta raqam 8 ga bo'linishi kerak yoki oxirgi 3 ta raqam 0 bilan tugashi kerak. O'shanda 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Misol uchun 360 yoshda 4 xonali son yozaylik-da. 4888. Oxirgi 3 ta raqami 888, 8 ga aniq bo'linadi. bular qoldiqsiz bo'linadi. Misol uchun shuni 888 o'chirtaylar. 548 yozsachi, bu ham 8 ga bo'linuvchi son-ku. 500 ni Ikkitasi 8 ga bo'linadi 548. 548 o'zimi? Ha, yo'q. Yo'q. 4548 yozsak. 4548 o'sha mana 5 ni qo'yib ko'rasizda 588 Xo'sh. 5 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi uchalasi. 8 ga bo'linsa 8 ga bo'linadi, 8 ga bo'linsa bo'lmaydi. 588 8 ga bo'ldi. 588 uchun 8 bo'lmaydi. Ha, 488 8 ga bo'linadi. 588 400. 5 ga bo'ladi. Bo'lib turadi. Mana bu oxirgi 3 ta raqam 0 bilan tugatdimi? Bo'l 8 ga bo'linadi. 8 ga bo'linayotgan sonda oxirgi raqam 3 ta yoki oxirgi raqam 2 ta 8. 8 ga bo'linish uchun oxirgi 3 ta raqam 0 bilan tugashi kerak yoki bo'lmasa oxirgi 3 ta raqam 8 ga bo'linishi kerak. 4 bilan 8 niki bir xil qoidasi. Faqat 4 ga 2 ta, 4 ga yo'q, 4 ga 2 ta, 8 ga kattaroq deyman. 3 ta. Hop, 9 ga 9 qoldi bo'linadi. 9 ga bo'linish qoidasi raqam 3 bilan qoidasi bir xil. Raqamlar yig'indisi 9 ga qoldiqsiz bo'linishi, 3 dan 9 qoldiqsiz bo'linadi. Misol uchun 7326. Mana shu son 9 ga bo'linadi, ko'ramiz. 7 qo'shilgan 3 qo'shilgan 2 qo'shilgan 6. 7 ga 3 qo'shdim 10, 18. 18 9 ga bo'linadi. Bo'l, bu son 9 ga qoldiqsiz bo'linadi 7326. 10 ga 10 ga oxirgi raqam 0 bilan tugasa, o'shadan 10 ga qoldiqsiz bo'linadi. Misol uchun 130 oxirgi raqam 0 bilan tugasa, oxirgi raqam 0 bilan tugamasa, 10 ga qoldiqsiz bo'lmaydi.
11 qoidasi. Har qanday masalan 2 bo'ladi, 5 bo'ladi, 8 bo'ladi, 9 bo'ladi. Qoldiqsiz bo'lmaydi, 0 bo'lishi kerak oxirida. Oxiri ham nol bo'lishi kerak. 11 qoidasini aytib ketaman. 11 qoidasi oxirgi, endi toq o'rinda turgan raqamli yig'indisidan juft o'rinda turgan raqamli yig'indisini ayirmasi 0 yoki 11 ga qoldiqsiz bo'linsa, ustidan 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Keyingi qoidalar ular keltirib chiqarib berdilar. 12 ga bo'linish qoidasi 3 bilan 4 ga bir vaqtda bo'linayotgan so'ng 12 ga bo'linadi. Nima uchun jipsanni O'zi 12 ni ichi bo'linadi, 3 bilan 4 ga bo'linadi. O'sha ikkalasi bir vaqtda bo'linsa, o'sha 12 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xolos mana shunaqa xulosa qilib chiqarib 13 ga qoida yo'q. Yo'q, chunki 90 dan tushundim g'alati. Chunki 13 cha yurmaydi. Ana endi kitobda misol ko'ramiz. Birinchi misol B kvadrat bilan bilan B kvadrat to'g'ri 3 bilan. ko'pchilikda 12 son barcha bo'luvchilarni yozing deb 12 ga bo'linayotgan sonlar hammasini yozib chiqdi. 12 ga nechi bo'linadi? 2 6 1 bo'linadi. Birinchi birdan boshlang-da. 1 bo'linadi. Birdan keyin 2 kelar, 2 bo'linadimi? 3, 3dan keyin 4 kelar, 4 bo'linadimi? 4dan keyin 5 kelar, 5 bo'linadimi? 5 dan keyin 6 kelar, 6 bo'linadi. 6 dan keyin 7, 8, 9 bo'linmaydi. 12 bo'linadi. Mana barcha bo'luvchilar mana shu. Tushunarlimi? Xo'p, 13 yo'q. 14 cha 14 da xuddi shunday. 1 2 7 14. Kitobda berilgan. 100 da aytgan ekan, 36 ni aytgan ekan, 48 da aytgan ekan. Keyin 5 dan oshmaydi degan 5 ga qarali natural sonlarni yozib chiqing deb. 5 dan oshmaydi degan, mana 5-misol. bizga kelyapti. Shunga mana shu topilma deydi. 5 dan oshmaydi degan 25 dan oshmaydi degan 5 ga qarali. Endi 5 ga qarali degan nima degan? Qarang degan nima degan? 5 ga qarali degan bo'linadi degan. 5 ga bo'linadi. 5 ga qarang degan bo'linadi. bo'linadi. Bo'linadi degan. 5 ga bo'linayotgan sonlar yozyapti. 5 ga bo'linayotgan son nechi bor? Birinchi 5 ta o'zida 5 ta 5 ga bo'lsa 1. 5 dan keyin 5 kara 2 degani 10. Bu 5 kara 1 edi. 5 kara 3 15. 5 kara 4 20. 5 kara 5 25. Endi 25 dan oshmasin deyapti. 25 dan o'zini olamizmi? 25 dan oshmaydi deganda 25 dan o'zini nima deyapmiz? 25 dan oshmasa bo'ladi. Mana 25. Bo'ldi 25 dan keyin 30 ga 30 olaylik. Sababi 25 dan oshmadi. Shuning uchun qarali degani oshmasin degani uchun qarali degani. Yo'q, oshmasin degani uchun emas. Qarali degan bo'linadi degani. Kitobiy tilga bo'linadi. Qanday songa bo'linadi? O'sha sonni aytamiz. 5 ga deyapti. 5 ga bo'linadigan sonlar deyapti. Masalan 7 ga bo'linsa 7 ga qarali desa, 7 ga qarali desa 7 42 bo'lishi mumkin. 40 ga shu 7 ga bo'linib so'radi bo'lishi kerak. 8 bo'lishi mumkin. 48 bo'lmaydi. 9 bo'lishi mumkin. 9 Shu 7 ga bo'linib qoldiqsiz bo'linayotgan sonlar. 7 ga qoldi. Qarali. Endi 20 dan oshmaydi 3 karrali, 8 ga karrali ikki xonali sonlar, ikki xonali sonlar eng oxirgisi 99. 100 dan oshmaydi 5 karrali natural sonlar, 12. Hop, 10-chi misolga ko'rib ketaylik. 10-chi misolga aytyapti, 12 ga karrali ikki xonali sonlar nechta deb. 12 ga karrali degani 12 ga bo'linayotgan ikki xonali sonlar nechta? Ikki xonali sonlar nechidan boshlanib, nechiga tugaydi? 12. 10 dan boshlanib 11 va hokazo ketaveradi. 99 gacha boradi. Mana shu oraliqda nechtasi 12 ga bo'linadi deb so'rayapti. Shuni men oson topishim uchun 99 ni 12 ga bo'lib butun qismini olsam bo'linadi shuncha bo'ladi. Butun qismini nima deydi? Qoldiq qoladi-ku. Qoldiq qolgan nominalni butunini oladi. Mana hozir. Qoldig'ini olib beradi. 99 ni 12 ga bo'layapman. 99 ichi 12 nechta bor? 8 ta bor. 8 kara 2 16 ni 6si, 8 kara 1 8 o'rnidagini 9 aytdim. 3 qoldiq. Mana qoldiq kerakmiz, butun mana bu kerak. 8 ta son 12 ga bo'linadi. Ikki xonali sonlar ichiga. Tushunarlimi? U butunlarni topib chiqish shart emasda. Butul topilsa 12 bor ekan, 24 bor ekan, 36 bor ekan, 48 bor ekan. 8 dan keyin 60. Ha, 60 bor ekan.
72 bor ekan shuni. 88. Bittalar borayotgan shart emasda shuni bo'lib topib qo'yish mana shu. Tushunarlimi? Xo'p. Bo'lganimizda javob necha chiqdi? 8 chiqdi. Yani butun qismi 8 ekan. Keyingisi 2 ga deyapti. Bu qoidaga ko'rib chiqdik. Endi buni oson qoidani ko'rib chiqqan odamga bo'lish qoidalari. Mana deyapti 5 ga bo'linadigan, 8 ga bo'linadigan, 7 bormi? 7 ni ko'rib ketamiz. 7 bo'lgan. 11 bor ekan, mana shu 11 ni ko'rib ketamiz. 28-misol. Misol ko'rmayapman. Mana bu qolganiga. Sabab qoidaga 2 ga qanday sonda bo'linadi? Savol bergan. 3 ga qanday sonda bo'linadi? Qoidani ko'rib chiqdik. Bu ana shunga qarab ishlaysiz buni. Xo'p, 11 ni ko'rsatmadi, 11 ko'rsatmagan uchun 11 ni ko'rsatib ketadi. Xo'p, 28-misolga 97262 bergan. 97262. Keyingisi 95478. Juda katta misol. 25000 Bo'ldi, mana shularni ko'raylik, qolganlarni o'zi ko'radi. 11 ga qaysilari bo'linadi? 11 ga bo'linayotganlar kelibdi. Xo'p, 11 ga bo'linishi uchun toq o'rindagi raqamlar yig'indisi, juft o'rindagi raqamlar yig'indisi ayirishim kerak. Toq o'rinda, mana birinchi o'rinda turgan uchun toq, ikkinchi o'rinda turgan uchun juft, uchinchi o'rinda turgan uchun toq, to'rtinchi o'rinda turgan uchun juft, beshinchi o'rinda turgan uchun toq. Toqlarning yig'indisini qo'shib chiqaman. Toq o'rniga 2 turibdi, yana 2 turibdi. Toq o'rniga 9 turibdi. Mana. Shundan ayirib tashlashim kerak. Juft o'rnida turgan, juft o'rniga 6 turibdi, 7 turibdi. Shu yig'inda 0 chiqsa yoki bo'lmasa 7 ga qoldirsa bo'linsa, 11 qoldirsa Hozir 2 qo'shamiz 4, 4 ga 9 qo'shamiz 13, 13 dan 7, 0 chiqadi. 0 chiqdi mana javob. 0 chiqsa 7 ga qoldirsa bo'lmaydi. 11 ga qoldirsa bo'lmaydi. Mana shu 11 ga qoldirsa bo'lmaydi. Tushunarlimi? Ayirib Taq soni bilan juft sonini addini qilib, ikkalasini qo'shib, ikkalasini qo'shib, ayirib taylasak, juft sonini qo'shasiz, keyin taq sonni yana qo'shib chiqasiz, ikkalasi bir xil chiqsa, ayirib taylash, 0 chiqsa, izlanish 11 ga qoldirsa bo'linadi. Yo bo'lmasa 11 ga qoldirsa bo'linayotgan son 10 chiqsa, 10 chiqsa bo'lmaydi. 11 chiqsa bo'lishi mumkin. 22 chiqsa bo'lishi mumkin. O'sha son o'ziga to'g'ri keladi. Parallel kelsa bo'ladi. Parallel kelsa. Mana shu sonlar bo'linayotgan men mana bu. Toq o'rinda nima turibdi? 8 mi? Juft o'rinda 7, toq o'rinda 4, juft o'rinda 5, toq o'rinda 9. Xo'p. Qo'shamiz toq o'rinda turgan 8, 4, 9. Ayirib tashlayman. 5 4. Juft o'rinda turgan 7 bilan 5. 4 5 bilan 7 juftga turadi. Birinchi, ikkinchi. 2 juft sonmi? Siz raqamni emas, o'rnini qaranglar. Toq o'rin mana bunday. Ha, 7 8 bilan 95 bo'lgani butun juft hisoblanadi. Yo'q, yo'q. 1, 2, 3, 4, 5. Qarang. Shularning ichiga qaysilari toq? 5 ta 9 ta tamam. Bunga qarayman. 1, 2, 3, 5 kerak. Ha, bo'ldi. Bir toqmi? Ikki juft. Mana shu katakchalar berilgan, shu katakchalar birinchi o'rinda turgan uchun toq, ikkinchi o'rinda turgan uchun juft. Tushundingizmi? Xo'p, ana endi yig'indisini qo'shib chiqib qarang. Toq o'rinda turgan 8 4 9, juft o'rinda turgan 7 bilan 5. 4 ga 9, 4 ga 8 qo'shdim 12, 12 ga 9 qo'shdim 21. Mana buning javobi birinchi qavs javobi 21 ekan. Ayirib tashlayman 7 ga 5 qo'shib. 7 ga 5 12. 9. 12 dan ayirsam buning javobi 9. 9 11 ga bo'linadimi? Yo'q. Bo'ldi. Mana bu son 11 ga bo'linmaydi. Xo'p, keyingisi
Mana buni ko'rib yozaman. Toq, juft, toq, juft, toq. Tushunarlimi? Bo'ldi, tushundim. Birinchi toqdan boshlanib toq juft deb ketaversangiz bo'ldi. Buni o'zi toq hisoblanadi. Yo'q. Birinchi o'rinda turibdi. 0.90 emas. 0.90. Voy yozdim, qarang mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi. Ha. Ana endi qarang. Birinchi o'rinda turibdi, ikkinchi o'rinda turibdi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi. Birinchi o'rinda turgani uchun toq, ikkinchi o'rinda turgani uchun juft 2. 2 juft sonki. Ha, yaxshidan betar kelishib deb ketaveradi. Ha. Bo'ldi, tushundim. Xo'p, endi toq o'rinda turganlar yig'indisi 0 qo'shilgan 4 qo'shilgan 2. Ayirib tashlayman. 5 qo'shilgan 6 ni. Xo'p, 0 ga 4 qo'shsam 4, 4 ga 2 ni qo'shaman 6. Toshchiga 6. Ayiraman 5 dan 6 ni. Kattasini kichigini ayirib ketishimiz kerak. Necha 11. Qaz berasizda 16 dan 5 ta ayirasiz. Kattasini kichigini ayirib ketishimiz kerak, o'shanga. Xo'p. 11 dan ayirishim kerak 6 ni. Javob 5 mi? 5. Bo'ldi, bu son 11 ga qoldirsa bo'lmaydi. Sabab 5 chiqdi. 5 dan boshqa ana 11 ga bo'lingan son bo'lganda 11 ga qoldirsa bo'lmaydi. Tushunarli? Mana shu. Mana shu. Keyingisi 31 dan 50 gacha A raqamining qanday qiymatlarida ko'p xonali sonlar berilgan songa bo'linadi? Xo'p, A o'rniga shuni son qo'yishim kerak ekan. Mana 32-chi misol ko'ramiz. Birinchi 4580 nimadir bo'lishi kerak mana bu A o'rniga. Shu A o'rniga qanday son qo'ysam 2 ga qoldirsa bo'linadi deyapti. Xo'p, A o'rniga qanday son qo'ysam 2 ga qoldirsa bo'linadi mana shu. Mana bu A. 2 qo'ysangiz, 6 qo'ysangiz. Juft sonlarni qo'ysam 2 ga qoldirsa bo'linadi. O'sha A ning qiymatlarini mana bu yerga yozib qo'yaman. A ning o'rniga 0 qo'yishim kerak, 2 qo'yishim kerak, 4 qo'yishim kerak, 6 qo'yishim kerak, 8 qo'ysamgina nima bo'ladi? 2 ga qoldirsa bo'ladi. Xo'p. Keyin 3 ga degan 34 ga ko'rib ketamiz. 34. 674 A. Shuni 3 ga bo'linishi kerak. A o'rniga nima qo'ysak? Taqsonlarda. Toq sonlamiz raqamlar yig'indisi 3 ga qoldirsa bo'linishi kerak. 644 ga yig'amiz. 6 ga 4 qo'shsam necha? 10. 6 ga 7 ni qo'shsam 17. Mana pastga yozayman. 6 qo'shilgan 7 qo'shilgan 4 qo'shilgan A ning qiymati 3 ga bo'linishi kerak. 6 ga 7 ni qo'shaman 13, 13 ga 4 qo'shaman 17, 17 ga nimani qo'shsam 3 ga qoldirsa bo'linadi? 3 ga 4 qo'shsangiz. Yo'q, mana qarang. 17 dan katta sonlarni ichiga ana 3 ga qoldirsa bo'linadi degan yozay. 17 dan katta bo'lishi kerak. 18 bo'lsa 3 ga qoldirsa bo'linadi. Keyingisi 21 bo'lsa 3 ga qoldirsa bo'linadi. 27 bo'lsa 3 ga qoldirsa bo'linadi. 30 bo'lsa 3 ga qoldirsa bo'linadi. Xo'p, bo'ldi. Mana shunday ko'ramiz endi. 18 bo'lish uchun A o'rniga 1 qo'yishim kerak. Sababi mana bu yig'inning o'zi 17 ku. 17 ga 1 ni qo'shsam 18 bo'ladi. Ana endi bizga 21 ni berish kerak mana shu yig'inda. O'z yig'indi 17. 17 ga nimani qo'shsam 21 ni beradi? 4 qo'shsam, A 4 bo'lsa bo'ladi. Ana endi o'z yig'indi 17. 17 ga nimani qo'shsam 27 ni beradi? 10 bo'lsa. 10, lekin A bir xonali son bo'lishi kerak. Bo'ldi, mana bundan buyoq olmayman. A o'rniga 4 bilan 1 bo'lishi mumkin ekan. Tushunarli? Xo'p, 5 ga degan 5 ni o'zingiz ko'rasiz. Oddiy-ku, oxirgi raqam 5 yoki 0 bo'lishi kerak. Birdan yozib qo'ysam bo'ladi. Xo'p, 6 ga degan ekan. 6 ni ko'ramiz.
Mana shu ani o'rniga qanday son qo'ysam, 6 qoldiqsi bo'linadi. Ani o'rnidagi sonni topaman qarang. Hop, ani o'rniga 6 ga bo'linishi uchun juft son qo'yishim kerak. Ani birinchi. Juft son ani o'rniga 2 ni tanlab ko'rdim. Mana shu 2 ni qo'ysam bo'ladimi, yo'qmi? 2 ni tanlab ko'rsam, birinchi 9 qo'shilgan 7 qo'shilgan 5 plus ani yig'indisi 3 ga ham bo'linishi kerak-da. 2 ni tanlagan qarang. 7 ga 9 qo'shdim. 16. 16 ga 5 qo'shdim 21. 21 ga 2 ni qo'shdim 23. 23 ni olib kelib qo'yganimda mana bu javob nima bo'ldi? 3 ga bo'linmadimi? 3 ga ham 6 ga ham bo'lmaydi. Bu 3 ga bo'linmadi, 6 ga bo'linmaydi. Mana 2 bo'lmay ekan. Keyin 0 ni qo'yib ko'raman. Juft son bo'lishi kerak-da. 0 ni qo'ysam mana 9 ga 7 ni qo'shaman. 13, 13 ga 21 edi. 20 bo'ladi. 21 0 ni olib qo'ysam 29 cha qolaveradi. 21 ga 0 qo'shsam nechi? 0 yo'qson-ku, yo'qson bo'ladi. Yo'qson o'sha 21 do'z bo'ladi. 10 ga aylanmaydi. Yo'q, 21 ga. Bu yerga bittadan son qo'shilyapti-da. 20 yo'qson. Ha, 21 ga 0 qo'shsak 21 do'z bo'ladi. 21 do'z. Ani o'rniga 0 qo'ysam bo'ladimi? Yo'q. 0 qo'ysam bo'lar ekan, 21 chiqdi. Mana bu 9750 6 ga bo'linadi desa bo'linadi deyiladi. Nimaga desa, oxirgi raqam juft bo'lyapti. Raqamli yig'indisi 21 bo'lyapti. 3 bilan 2 ga bo'lyapti, shuning uchun 21 ga qoldiqsi 6 ga qoldiqsi bo'linadi deyiladi. Tushunarli? Xo'p, keyingisi 9 qo'shilib 7 yozganmizku. Ani o'rniga 0 dan keyingi 0 2 dan keyingi juft son 4. Mana shu 4 topib qo'yaman, endi qarang. 21 bo'ladi yig'inda. 21 ga 4 qo'shsam nechi? 25. 25 3 ga bo'linadi. Yo'q. Buni 4 dan bo'lmaydi. Keyingisi 4 dan keyingi juft son 6. 21 ga 6 ni qo'shsam nechi? 27 3 ga bo'linadi. Shuning uchun 6 ni olaman. Keyingisi 6 dan keyingisi oxirgisi. 10 nechi bo'ldi? 21. 21 ga 8 qo'shsam nechi? 29 6 bo'linadi. Bo'lmaydi. Shuning uchun ololmayman. Bizga bo'ladi degan 0 bilan nechaga? 6 ga.